Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun 2 ayning 9-kuni yakshanba. Men bugun mushu koronavirusi va u keltirib chiqargan Wuhan o'pka yo'lligi to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hammalarning xabari bo'lgandagidek, bu kasallik 12 ayning 5-i ba'zilarning aytishicha hatto uningdan burun mushu Wuhandan boshlangan bo'lib, bu kasal xalqaroda bilingan vaqti mushu 12 ayninki o'ttirlari bo'libmi Dünya Sağlık Teşkilatı bu kasalga munosabatlik mushu butun dunyo miqyosida jiddiy holat e'lon qilgandan keyin va Amerika qatorliq g'arb davlatlari o'zlariniki grajdonlarni Xitoydan yondirib chiqishga boshlagandan keyin bu kasal butun dunyo miqyosida bir andisha va vahima paydo qildi. Jumladan bizniki qarindoshlarmi, muhojirat yashayotgan qarindoshlarmi bizda bir tarafdan o'zlariniki salomatligidan andish qilishgan bo'lsa, yana bir tarafdan vatandagi qarindoshlarniki salomatligidan andisha qilishmoqda. Shu sababdan nurg'un qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab bu kasallik to'g'risida davomliq shu yangi uchurlarni ta'minlab turishni men talab qildi. Shunga men qo'limdan kelishicha bu jihatdagi uchurlarni izlab mushu qarindoshlarni bu jihatda yangi uchurlar bilan ta'minlashga tirishib keldim. Bugun bu yerda nima so'zlamoqchi desanglar, mushu kasallikni tarqilish ahvoli, ya'ni Xitoydagi tarqilish ahvoli, anandan keyin uning vatandagi ahvoli va bizga bo'lgan ta'sir to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchi. Bu kasal men dastlabki videolarimda deb o'tgandagidek, bu kasal garchi 13 ayning 5-i va yoki 11 ayning oxirlarida hatto uningdan burun boshlangan bo'lsa-mu, bu kasallikni qanday paydo bo'lganligini, ya'ni nima keltirib chiqarganligini biz 1-ayning boshlarida, ya'ni 1-ayning 7-kunisidan keyin uqdiq. Ya'ni bu kasallikni, ya'ni bu aslidagi tipik bo'lmagan Wuhan o'pka yo'lligi yoki SARSga o'xshaydigan Wuhan o'pka yo'lligi deb atalgan bu kasalni mushu koronavirus oilasiga kirdigan yangi bir virus, ya'ni burun insonlar tarafidan bilib boqmagan bir virusni keltirib chiqarganligini, u virusningki qurilishini shu 1-ayning 7-kuni tunji qatim aniqlab chiqib, bu dunyodagi mushu Sağlık Teşkilatı qarmog'idagi mushu viruslarniki gen alayligi ambirga kirgizilgan. Shuningdan keyin g'arbda ba'zi davlatlardan bu to'g'risida tadqiqotlar ilib berildi. Shundaqdimi bu virusga nisbatan bizning bilgan narsalarimiz cheklik bo'lganligi uchun nurg'un mutaxassislar bu virus to'g'risida hozir qadar aniq bir narsa demay kelyotdi. Hatto uning nerdan paydo bo'lganligi, qanday paydo bo'lganligi to'g'risidami jiq talash tortishlar bor. Xitoy hukumati garchi uni dengiz mahsulotlarini sotadigan yerdan tarqaldi degan bilan uningga qanoat qilgan odam bek oz hozir qadar. Shuningdan keyin bu Xitoy hukumatiniki uchurlarni cheklashi, ba'zi mutaxassislarniki talabini rad qilishiga ergishib, bu jihatdagi gumonlarni texmi ko'payib shu hozir qadar bu virusning nerdan paydo bo'lganligi, qandaq insonlarga tarab qandaq qilganligi to'g'risida aniq bir ilmiy nima yo'q. Bu mutaxassislar bunga aniq javob berolmaganligi uchun jamiyat orasida bunayta zo'r andisha, vahima paydo bo'lib kelyotdi. Hamda bu virusningki mushu bayqalgan vaqtiningki uzurishiga ergishib, g'arbda tadqiqotlar ko'plab elib berilib, anandan keyin ba'zi yangi uchurlar, biz bilmagan ba'zi narsalar chiqyotdi. Yaqinqi mushu Wuhanda markaz qilgan bu kasalning tarqalish ahvolidan qaragan vaqtida dastlabda faqatla tükürük danchillardan, ya'ni yuqudi deb qaralgan bo'lsa, keyin bu kasal bilan yuqqanlarniki sonining ko'payishiga ergishib, ularniki normal uçuruşuş orqali bevosita yuqadiganligi, anandan keyin shu albatta biz o'talganda shukurga vaqtida chiqqan, ig'izimiz chiqqan tükürük danchillardan yuqadiganligi u cho'qim jazman anandan keyin shu
anadan balaga yuqadiganligi, bevosita yuqadiganligi, hatto havodan yuqadiganligi, ya'ni nafaslanish orqali havodan yuqadiganligi, anandan keyin hatto ba'zilar shu bemorniki tartidan mu yuqadiganligini bayon qilyotidi. Albatta bularniki ko'pisi yanada aniq emas, lekin hozirgi ahvolni qaragan vaqtida shu normalda yuqumli kasalliklar yuqish ehtimoli bo'lgan hamma yo'llar orqali yuqish ehtimoli bor ekan. Uningdan boshqa shu bu virusninki hozirgi kuchi SARSdan xili yuqori deb qaralgan. Men oldingi video deb o'tgandagidekmi, SARS odatda bemorlarniki, yuqumlangan bemorlarniki cho'ng ta'ridida 48 soat yashay oladigan. Agar u bemor shu vaqtida ish surilib qolgan bo'lsa, ish surilgan, ya'ni suyuq ta'ratni ichida 96 soat yashay oladigan. Ya'ni bunday aytgan vaqtida normalda virusni biz odatda ko'pincha viruslarni 24 soat ichida ba'zilarini bir necha soat qolmay o'lib ketadi deb qaraydik. Lekin afsus, bu virus garchi bu virus nisbatan aniq bir ma'lumot bo'lmasa-mu, lekin hozirgi ahvol qaraganda bu virusniki jonliq badanidan ayrilib uzun yashay oladiganligini qayd qilmoqda. Shunga shu virus bilan bulg'angan shaylarniki yuzi orqali yuqish ehtimoliga bor. Bu jihatda ko'p qarindoshlar mendan so'raganlik uchun men oldingi videoda javob bergan. Bu qitimni yana qayta ta'kidlab o'tay dedim. Endi shu Xitoydagi tarqalish ahvoliga kelsak, bu Xitoyda yuqori deb o'tganligidek yuqumli kasalliklarniki tarqalish ehtimoli bo'lgan ham yo'llardan tarqalganligi uchun shu Xubey, ya'ni Wuhanni markaz qilgan Xubey o'lka doirasida boshqa kasalliklar, ya'ni normal kasallik bilan doktorga berib ko'ringanlarniki oxirisida shu doktorxona tarafidan asli kasal yo'q bo'lsa-mu, doktorxonaga borgandan kasal bo'lgan nisbatiniki 30% dan ishib ketganligini davatida. Yana bunday aytgan vaqtida bu kasal bilan yuqumlangan bemorlar doktorga berib ko'ringandan keyin butun doktorxona muhiti bu kasal virus bilan bulg'unib, anandan keyin boshqa kasalliklar bilan yoki sog'lomlik tekshirish munosabati bilan doktorxonaga kelgan odamlarniki mutlaq ko'p qismi bu kasal bilan yuqumlanganligi qayd qilinmoqda. Anandan keyin bu kasal hozir shu butun Xitoy miqyosida nayta andisha zo'r, andisha paydo qilganlik uchun gumonliq deb qaralgan, ya'ni aniq diagnoz qo'yilmagan, lekin gumonliq deb qaralgan kishilarning hammasini karantin qilamiz, ya'ni ayrim tutimiz deb bir yerga so'lg'anlik ahvoli gumonliq deb qaralganlar. Albatta gumonliq deb qaralganlarning hammasining 100% unda bo'lishi notayin, lekin bir yerga so'lab bir ikki hafta ayrim tutimiz degan vaqtida kasal bir qism kasal bo'lganlardan bir qism qolgan kasal bo'lmaganlarga tarab ikki hafta ichida balkim 100% hammasi yuqumlangan chiqishi mumkin. Hozirgi Xitoyning ahvolida karantin degan, ya'ni ayrim tutish degan haqiqiy ma'nodagi ayrim tutish bo'lmasdan, balki insonlarni bir yerga to'plab kelsa, gumonliq deb qaragan insonlarni bir yerga to'plaganlik. Masalan, yaqinda qurib chiqqan 3 doktorxonaga gumonliq deb qaralgan insonlarning hammasini majburiy to'plaganlik uchun ularniki aslida kasal bo'lish ehtimoli bo'lmaganligi, oxirisi kasallab chiqqanlik uchun nurg'un kishilar buningga qarshilik bildirib, shu soqchi yoki boshqa xodimlarniki ularni majburiy bir yerga to'plashib karantin qilish, ya'ni ayrim tutishiga norozilik bildirib, qarshilik bildirganlarni qonun bo'yicha jazolab qilayotgan ishlar hozir shu YouTube'larda ko'p videolar tarqalyotdi. Haqiqatan hozir bu Xitoyniki, Xitoy hukumatining shu karantin qilishi haqiqiy ma'nodagi karantin bo'lmasdan, balki bir qism odamlarni, ya'ni Polapmbek aniq diagnoz qo'ymagan, lekin gumon qilingan odamlarning hammani bir yerga to'plab ayrim tutganlik uchun u yerga to'plangan kishilarning kasal bo'lganlari, kasal bo'lmaganlarga kasal tarqatish orqali butun to'plangan odamlarning hammani kasal qilib qo'yadigan ahvollar bak ig'ir ekan. Shunga
bu meselemi bütün Xitoy jamiyati miqyosida bir zo'r vahima paydo qilib insonlar orasida qon to'kilish ahvollari bo'layotgan o'xshaydi. Endi ko'pincha o'tkichilar bu kasallikning Xitoyda tarqalishi Xitoy Kommunist partiyasiniki oxirlashishga ya'ni vayron bo'lishga opurdi deb qaramoqda. Shundoq bo'lish qanday ehtimollik nayta yuqori hozir shu butun Xitoy miqyosida bu kasal tufaylidan nayt andishi anandan hukumatninki bu kasalni bir taraf qilishga bek norozi. Hatta ba'zi ishga borolmay binolarga solinib ketganlar o'zininki vatanparvarligini ifodalash uchun butun binolarda Xitoyning davlat naqshini aytganmish. U Xitoy naqshini bular darajani ichib shu sirtqa qarab turib vaqirab ashtaqa davlat naqshini aytish jarayonida shu bu qavatlardan ichida bu binolarning ichida bo'lgan ba'zi yuqumlangan odamlar yana shu binolar turayotgan shu virus bilan yuqumlangan garchi butun kasal alomati chiqmagan bo'lsa-mu yuqumlangan kishilar naqsh etish jarayonida ig'izdan chiqqan tupuklar bilan shu oila qo'rodikilarniki havosini bulg'ab yuqoridan tushgan tuvandagi odamlarni yuqumlandirganlik to'g'risida xabar va mundaq chiqqan vaqtida shu Wuhan shahrida ishga borolmay uyda solinib qolgan nurg'un odamlar o'zining vatanparvarligini ifodalash uchun aytgan naqshlari bu kasallikning tarqalishiga texmi turtki bo'lgan. Shunga ba'zilar buni vatanparvarlik virusi deb atashgan. Endi mushu hozirgi Xitoyniki mush ahvolida hozir mushunda bo'layotganlik sababidan butun Xitoy miqyosida tahdid vahima paydo bo'lib bu bizningki vatangimi beribdi. Ko'pinchimizning xabar olgandek vatandimi mushu bir necha kundan beri butun yezi qishloqlardan tortib hamma yoqgacha insonlarni kontrol qilib sirtqa chiqishga yuqori cheklama qo'yapti. Ruxsatsiz sirtqa chiqib bir narsa olganlarni jazolaydigan gap bor. Anandan keyin bu uqtirish sirtqa chiqmaslik qartilgan bu uqtirish nayt ushtum tut e'lon qilinganligi uchun ishimizga nurg'un qarindoshlarniki nurg'un xalqimizniki uyisida balkim yetarli yemak ichmak bo'lmasligi mumkin. Endi bu uyisida ba yemak ichmak qancha uzun yetidi, bu ahvolga qancha uzun bardoshlik bera oladi hozir bizga noma'lum. Agar bu ahvol uzun davomlashadigan bo'lsa bu bizningki andishimiz yolg'iz lager ichida emas balkim lager sirtidagi keng xalq ommamiz bo'ladi. Chunki yetarlik oziqlik bo'lmagan vaqtida ya'ni yetarlik oziqlik bo'lmagan vaqtida sirtqa chiqib harakat qilolmagan vaqtida odam ojizlashadigan gap. Onun üstüge bütün Xitoyda mush kasal sababidan ish to'xtatish bo'lganligi uchun ishlab chiqarish mahsulotlarniki uzluksiz to'velab ketishi aniq. Anandan keyin bu yerda magazинlarda setildigan mallarniki yetishmasligi sababidan insonlarning qo'lida garchi pul olsa-mu yemak ichmak yoki boshqa turmush buyumlarini olamaydigan ahvollar bo'ladi. Bu mushu kasallikni davomlashishniki uzurishiga ergishib bu ahvol texim ig'irlishi mumkin. Hozirgi qiyoslarda bu kasallikni qachon kontrol bo'ldiganligi, qachon pastga maldığanlığı to'g'risida hech qanday bir ma'lumot yo'q. Shunga bu 1 oy davomlashamdi, 2 oy davomlashamdi, 3 oy davomlashamdi biz bilmaymiz bu kasallik nisbatan. Dastlabda ba'zi mutaxassislar bu kasal balkim 3-oylarga borgan vaqtida pastlab 5-oylarga borganda kontrol bo'lishi mumkin deb qaragan, lekin hozirgi tarqalish ahvoli qaraganda undaq bir yo'linish ko'rinmayotdi. Anandan shu sababdan bizningki hozirgi xalqimiz yolg'iz lager ichidagi xalqimizga zo'r bir tahdid bo'lib qolmasdan lager sirtidagi xalqimizga tahdid xili ko'payotdi. Biz bu fursatdan foydalanib
xalqarada texmi yuqori ovozimizni chiqarishimiz, lagerdagi xalqimiz bilan qo'shib butun vatandagi xalqimizniki mushu yuzlangan tahdidlarni xalqaroga anglitishimiz bakmo zarur. Shunga meningcha qarindoshlar mush jihatda ko'proq vaqtini sarf qilib, qo'ldan nima kelsa shuni qilsa, endi bu virusniki davolanish yoki vaksina ishiga kelsak, vaksina ishlab chiqarayotgan davlatlar xili bor. Xitoymi buning ichida nurg'un pul ajratib vaksina ishlab chiqaryapti. Vaksina ishlab chiqarish bir masala, lekin uning unumi bo'lish, ya'ni bu kasallikdan saqlanmaslik bu ikkinchi masala. Vaksina ishlab chiqargan bilan hammasiniki unum berishi notayin. Men burunqi so'zlarimda ta'kidlab o'tgandagidek, AIDS kasali dunyoga kelib hozir qadar 37 yildan ortiq bo'ldi. Nurg'un qitim vaksina ishlab chiqargan bo'lsa-mu, lekin hozir qadar bir unumlik vaksinasi yo'q. Shunga AIDS kasali dunyo miqyosida yana bir xil balay afat bo'lib taqat qolmoqda. Endi ma kasal uningdimi cho'ng bir tahdid yaratib, vahim yaratyapti. Ko'pincha kishilar mushu 17 yildan 19 yilgacha Ispaniyada tarqalgan Ispaniya yuqumli hukumi bilan bu kasalni silishtiryapti. Ayni vaqtida men burunqi videolarimda deb o'tgandagidek, ayni vaqtida 3 qit'adan 500 million odam yuqumlanib, 50 milyondan 100 milyongacha odam o'lib ketgan ekan. Agar bu tarixiy fojia yana qaytlansa, bu ziyon yolg'iz Xitoy xalqiga bo'lmasdan bizgimi bo'ladi. Mayli bilganidek, shu 50-60 yillardagi ocharchilik mezgilida butun Xitoydan 80 million odam o'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin hozir yana Xitoyning nüfusi dunyoda eng ko'p. Agar biz bunchalik ziyon bo'lsak, bizning millatimiz bunga bardoshlik beramasligi mumkin, tugashib ketishi mumkin. Shunga mening tavsiyalarim shu xalqimiz to'g'risida bir ovozimiz chiqarsak, yaqinqi bir haftalardan qarag'an vaqtida inglizcha medialardami bu xil maqolalar hali chiqyapti, lekin yani yetarli emas. Bu biz cho'qim dunyoninki diqqatini qo'zg'ashimiz kerak. Bo'lmasa 3 yil yo'qolmagan xalqimiz mushu virus tufaylidan tez vaqt ichida yo'qolib ketishi mumkin. Endi bu davolashga yoki vaksinaga saqlab tursak, u navbat davolash yoki vaksina chiqqan taqdirdami u boshqalardan oshgan vaqtida anandan keyin bizga kelishi mumkin. Shunga bu yerda hozirgi davolashdan bizga qisqa vaqt ichida jiq umid bo'lmasligi mumkin. Vaksinadan ham shundoq. Uning ustiga yaqinda tarqalgan xabarlarga asoslangan vaqtida mushu atalmish mushu saqaydi, mush kasaldan saqaydi deganlarniki garchi mandaq aniq bir kasal alomatlari bo'lmasa-mu, ya'ni hayot xavf ostida bo'lmasa-mu, normal nafaslana oladigan, normal harakat qila oladigan bo'lsa-mu, biroq ularniki qinida ya'ni virusning borligi, anandan keyin ularniki boshqalarga ya'ni yuqtira oladiganligini bildiryapti. Endi bu yerda saqaydi degan vaqtida agar mush odam o'limga yuzlanmay, ya'ni hayot saq qolib qolgan bo'lsa, bu vaqtning o'tishi bilan bu odamning badanida ma'lum tipda antibody shakllanadi. Antibody bu odamningki sog'lomligini qo'g'day oladi. Shuning bilan bu odamda alaydi kasallik alomatlari bo'lmaydi. Lekin agar u odamningki badanidagi virus butunlay tugamagan bo'lsa, u odam boshqa odamlarga yuqtira oladi. Bu kasallikning yuqishidagi yana bir xatarlik. Garchi u odam kasallikdan saqib normal holatga keldi degan taqdirdami, agar uning boshqalarga yuqtirish ehtimoli bo'lib qolsa, bu kasallikning oxiri ya'ni uzun davom qiladi degan gap. Bu kasallik tarqalishi qancha uzun davom qilgansa, bizning xalqimiz har jihatdan turmush buyumlari, yemak-ichmak va boshqa nurg'un jihatlardan uzun muddat bardoshlik beramasligi mumkin. U vaqtida bizga kelgan tahdid
yolg'iz lager ichida cheklanib qolmasdan butun xalqimizga kelishi mumkin. Gapimni biroz uzatib ketdim, qayta ta'kidlab. Maqsadga kelsak, biz yolg'iz o'zimizdan andish qilmay, eng muhimi vatandagi xalqimizdan andish qilsak, ko'proq andish qilsak, anandan keyin qo'limizdan kelishicha bu masalani o'zimiz yashayotgan davlatlarga anglatish orqali xalqaroniki bu masalaga bo'lgan diqqatini qo'zg'asak, bu bizga nisbatan nayt hayot mamatliq bir muhim bir mezgil. Odam erkin bo'lgan vaqtida shu lager ichidagi soloqdagi odamlar oz to'la o'zining taqdirini o'ziga belgilaydigan vaqtida balkim o'zini qutqizish imkoniyati bo'lishi mumkin. Hozirgi holatda butunlay qafas ichida agar u kasalliklar qafasga kirsa, qafazdagi kishilarniki eng burun qurbonlik bo'lish ehtimoli nihoyatda buyuk. Anandan keyin yuqorida men ta'kidlab o'tgandagidek shu qafas sirtidagi, ya'ni lagerga solanmagan xalqimizmi nurg'un sabablar tufaylidan ularning hayotimi xeli tahdid ichida bo'lishi mumkin. Bugun gapimni shu yerda to'xtatay. Qarindoshlar buni anglab, agar buni ahamiyati bor ekan deb qarasa, ko'plab tarqitib qo'yishini umid qilma. Hammanglarga rahmat.